Ko'rsatuvimizning bugungi sonida yana bir o'z kasbining fidoyisi, jamoat manfaati yo'lida beminnat xizmat qilayotgan inson bilan suhbat qilamiz. Bugun qahramonimiz O'zbekiston Sog'liqni saqlash xodimlari kasaba uyushmasi viloyat kengashi raisi, soha xodimlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning dardu tashvishlariga befarq bo'lmaslikni o'zining asosiy burchi deb bilgan faol ayollarimizdan biri Dilbar To'xtayeva. Men asli 1986-yilda O'rta Osiyo meditsina pediatrik institutiga ketib, hozirda viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot, bolalar tibbiyot markazi, o'shanda viloyat ona va bola shifoxonasi edi. Shu shifoxonada reabilitatsiya bo'limini boshlig'i bo'lib ishlab turgan paytimda menga viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan G'oziyeva Umida Abdurasulovna degan opa bor edilar, o'rinbosar, birinchi o'rinbosar qo'ng'iroq qilib qoldilar. Dilbar Aliyevna bir kelib ketasizmi deb. Keyin yonlariga keldim. Juda ham bemorlar ko'p. Umid Abdurasulovna shunda sizni bir lavozimga taklif qilyapmiz. Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i. Oldiga bir kiring dedilar. Men shunchalar klinikani da shifoxonada statsionarda bemor davolashni yaxshi ko'rganimdan, o'zi yoshligimdan shu mutaxassislikka mehr qo'yganim uchun meni xarakterimda yo'q, nimagadir yo'q deyish, berilgan har bitta narsani mas'uliyat bilan oxirigacha ijro etish, bu meni xarakterimni o'zini asosiy tusiga kiradi. Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i ko'rdilarda, men dedilar sizni kuzatib yuribman. Chunki sal oldin ham bo'limga tekshiruvga borganlarda ham kechasi bilan uxlamasdan boshqatdan chiroyli qilib taxlab chiqqanman bo'limimni. Shunaqa har bir narsaga e'tibor bilan, har bitta boradigan bemor norizo bo'lib ketmasdi-da. Shu albatta ularning qalbiga yo'l topib, ular bilan do'stlashib, Dilbar opa deb keyin men bilan hozirgacha ular muloqoti davom etar darajada ishladim. Buni o'sha ham e'tirof etasizda shunaqa hislatlarni anchadan buyon kuzatib yurganligim sababli viloyat kasb uyushmalari birlashmasi raisi Esanboy Rajabovich keldilar, menga bitta kadr bergan deb aytdilar. Shunga men sizni nomzodingizni aytdim. Nima deysiz deganlarda. Men o'ylab ko'rib javobini aytsam bo'ladimi deb ketdim. Uyga kelmasimdan yana qo'ng'iroq keldi. Keyin qo'ng'iroqni ko'tarsam yana Umid Abdurasulovna siz tezlik bilan Esanboy Rajabovni oldilariga bir kiring deb qildilar. Endi o'shanda hali yoshman. Keyin keldim. Esanboy Rajabov oldilariga keldim, rahmatli ustozimni. Ustozim meni ko'rib, menga ijtimoiy yo'nalishdan savollar berib, siz kasb uyushmasi haqida qanaqa fikrdasiz deb davlatimiz siyosatlaridan, islohotlaridan savollar berib, men bilan suhbat o'tkazdilar. Dushanba kuni Esan Rajabovni qabullaridan telefon qilishdi. Sizga shunaqa topshiriq bo'ladi. Haftaning 2-kunida Toshkentga borib, Sog'liqni saqlash kasb uyushmalari respublika kengashiga borib uchrab kelasizlar. Bordim. Ketgunimcha kasb uyushmalari haqidagi ustav olib ketgan edim. O'sha kasbga o'tish uchun emas, menga berilgan savolga javob bera olmay qolmasligim uchun men shu narsa bo'yicha tayyorgarlik qilishim kerak deb oldimga maqsad qo'yganman. Chunki maktabda ham yaxshi baholida 6 medal bilan tugatganman. Institutga 4 ekzamen topshirish kerak bo'lgan, bitta ekzamen bilan o'tganman. Yozib chiqqanman kasb uyushmalari haqidagi hamma narsani qizil ko'k qilib chiroyli yozganman. Shuni ola ertaga men savol uyalib qolmasligim uchun. Ertasi kuni suhbatga bordim. Bloknotimni ochib, ularning aytadigan narsasini yozaman desam, shunda Ozoda Anvarovna respublika kengashi raisi edilar. Uzoqdan qarab turib, siz dedilar, buni nima ham qilib oldingizmi o'zingizga dedilar. Keyin ha dedim. Men dedim, sizlar savol bersanglar javob bera olmay qolish bu men uchun anva. Chunki har bitta menga aytilgan sohani chuqur o'rganishni maqsad qilib qo'yganman oldimga dedim. Keyin yaxshi, mayli, boravering dedilar. Undan chiqib O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasiga tashkiliy bo'limga va bitta bo'lim boshliqlarining oldiga suhbatga chiqdik birga yuqori qavatga. Keyin ishli kasallar ko'p, o'sha kuni o'ziga qaytganman, bo'limga kelganman, bemorlarim bilan ishlab yotibman. Ertasi kuni qo'ng'iroq qilishdi menga, tezlik bilan kasb uyushmalariga yetib keling deb. Bu 16-iyunga to'g'ri keldi. Pastda birinchi etajda zal bor edi kasb uyushmalarida. Shu zalga kirdik. Mana shu yerda plenumda nomzodlar ko'rsatildi va bu yerda meni nomzodim
bilan man O'zbekiston kasaba uyushmalari sog'liqni saqlash xodimlar kasaba uyushmasi Respublika kengashi Qashqadaryo viloyat kengashi raisi etib saylandim. 16 yil bo'ldi faoliyat boshlaganimga. O'shanda birinchi ustozimga men juda ham tibbiyotni yaxshi ko'raman. Mani shuncha xalq mani bilimimdan, mani tajribalarimdan, mani malakamga mushtoq bo'lib turgan bemorlar bo'lsam, siz yarim stavka ishlash nimasi egasi deganlarda. Keyin shunda meni eng yaqin do'stim, onam vafotidan keyin otam hisoblanadilar. Ekanlari hayot bo'lganda ekanlari ham do'stim edi. Juda ham yaqin insonlarim. Keyin dadamga borganman. Dadam menga shunaqa lavozim Toshkentga ketishimdan oldin aytganda, bolam, viloyatda nechta shifokor bor deganlar. Dada, taxminan mana shuncha shifokorlar bor. O'shancha shifokorlar ichidan sizni shu yo'nalishga tanlashibdi. Bularga nisbatan hurmat bildirishingiz kerak deganlarda. Keyin lavozimga tayinlandim. Ish faoliyatini boshladim hammasini. Ishga kelib kirgandan keyin tibbiyot bilan birgalikda o'zimni bemorlarimni davolash bilan birgalikda olib bordim faoliyatimni. Hozirgi kunda ham tibbiyot bilan birga faoliyatimni olib boraman. Chunki asosiy kasbim bolalar shifokori. Hozirgi paytda viloyatda klinikalarimiz bor, oilaviy. Hammadan oldin kelib, ishimda o'tirib, belgilangan muddatda ertalab 9 dan kechqurun 18:00 gacha men kasaba uyushmalarida o'z faoliyatimni davom ettiraman. Birinchi mehr qo'yganim bu insonni ijtimoiy himoya qilish, uni eshitish, uni qalbidagi dardiga yechim topib berish bu juda sharafli kasb. Bularga bergan har birta yordamimdan men juda ham bir o'zimni yengil his etaman. Buning uchun qator misollar keltirishim mumkin-da. Kasbimga mehr qo'ydim. Shu kasbni izlab mana qancha insonlarni huquqlarini tikladim, himoya qildim ularni. Qayerga borishni bilmay turgan ayollarimizni to'g'ri yo'l ko'rsatib, qonun ostida tushunchalar berdim. Va o'zimni mana shunga qayta mehr qo'yib, mana shu yerda men kerakligimni his etdim-da. Shuning uchun hozirga qadar mana shu faoliyatimni davom ettirib kelyapman. Dilbar Aliyevni mehnatkashlarni, sog'liqni saqlash xodimlarini ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy manfaatlarini himoya qilish borasida ancha ish olib boryaptilar. Bu borada mana sog'liqni saqlash xodimlari kasaba uyushmasida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Shu o'zgarishlarni shu kishi rahbarligida amalga oshirildi viloyatda. Bu bilan tashqari Dilbar Aliyevni viloyat kasaba uyushmalari tizimida xotin-qizlar bilan ishlash komissiyasining raisi vazifasini bajaradilar. Albatta shu o'zimizda kasaba uyushmalarida xizmat qilayotgan xotin-qiz xodimlarini ahvoldan xabar olish, ularni ish sharoitlari, oilaviy sharoitlar bilan qiziqish bo'yicha ham ancha ishlar olib boradilar. Bizda endi viloyat kasaba uyushma tizimini Dilbar Aliyevdan siz tasavvur qilish o'zi qiyin. Bundan buyon ham kasaba uyushmalari tizimida rivojlantirish, mehnatkashlarni ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy manfaatlarini himoya qilish borasida ishlarga rivoj tilaymiz. Dilbar To'xtayeva nafaqat mehnat jamoasidagi faolligi, balki odamiyligi, samimiyligi va jamoadagi obro' e'tibori bilan ham ko'pchilikka o'rnak bo'lib kelmoqda. Shu o'rinda aytish kerakki, kasaba uyushma faoli bo'lish bu mehnatkashlarning manfaatlarini himoya qilish, ularning muammolariga quloq tutish, qo'llab-quvvatlash, katta matonat va sadoqatni talab etadigan sharafli vazifadir. Ko'rsatuvimiz qahramoni ushbu vazifani vijdonan, sidqi dildan ado etib kelyapti desak, aslo mubolag'a emas. Faoliyatingiz davomida eng esda qolarli holat qaysi bo'lgan? Ayollar daftariga kasaba uyushmalari nazorat yo'nalishi bo'yicha men ham qo'yilganman. Ayollar daftari 2-bosqichida adashmasam, Nishon tumaniga biriktirilgan edim. Shu Nishon tumanida haqqoniylikni o'rganish bo'yicha monitoring qildim. Juda ham ta'sirlanganman. 3 tomon, 4 tomonda katta dalani o'rtasida chayladek qurilgan uycha turibdi. Borsak, mana shu yerda bir oppa bilan uka yashayotgan ekan. Ularni endi juda ham sharoiti og'ir holatda. Kigiz degan narsalar bo'laydi, bilsangiz. Kigizlar ham titilib ketgan, kigiz to'shalgan, kerosin yoqib, 2 dona kosa, ikki xil rangda. Asosiy ta'sirlanishimga sabab qarang, ular Surxondaryodan kelguncha oilaviy Qashqadaryoga ko'chib kelguncha avtohalokatga uchraydi oila. Oilan ota-onalar vafot etadi. Bolalar shunday bir holatda qoladi. Aka bilan singil. Uka boshidan jarohat olib, u o'zini ruhiy holatdagi bola, uni albatta oldiga qarovchi kerak bo'ladi, nogiron yigit.
opayam aksiga olib o'sha avtohalokatda juda kuchli operatsiya o'rinlarini ko'rsatib o'qigan. Ayollar daftariga kiritib, uy qurilib berib, ta'minlangandagi ularni xursandchiligi va ularni shunaqa chiroyli uylarda yashashi meni juda ham hayratlantirdi. O'sha holatdan keyingi holat mutlaqo bir-biriga aniq holatda. Shuning uchun ham men shuna davlatimiz, shuna jamiyatimizga har qadamimda men shukronalik yetiraman. Qarang, shulargacha e'tiborga olinganligida. Hozirgi paytda juda ham yaxshi ukasini uylantirgan, ulardan tez-tez xabar olib turamiz. Va albatta mana shunga kasb uyushmalarining ham bir nazorat yo'nalishi bo'yicha ham xizmati borligidan men juda ham xursandman. Har bitta yig'ilishga agar shu narsani aytganimda, meni gapimni eshitgan kasb uyushma a'zolari ham xursand bo'lishadi. Odamlarga yordam berganingizda nimalarni his qilasiz? Odamlarga yordam bergunga qadar uni muammosi meni yelkamda ko'rib turgan katta toqqa o'xshataman. O'sha muammoni izida qancha harakat bo'lsa, u uchun menga ko'zimga vaqtdan ko'rinmaydi, hech narsa ko'rinmaydi. O'sha insonning muammosi uchun qonun darajasida qanaqa yo'nalishlar bo'lsa, yelib, yugurib, ularning yukini yengil qilganda, o'zimni shu ishimdan juda ham xursand bo'laman. Shu ishga sarflagan vaqtimdan juda ham minnatdor bo'laman. Shu men bekorga shu vaqtimni o'tkazmay, shu insonni hayotini tiklashga yoki shu insonni ishidagi mana shu muammoni yechishga men vaqtimni ajratdi degan va u so'z bilan ifoda eta olmaydigan darajada xursandchilik his etaman. Kasb uyushmada to'satdan kelib ishlab ketadigan odam bo'lmaydi. U uchun inson fidoyi bo'lishi kerak. Bu yerda faqatgina fidoyilik kerak bo'ladi. Jonkuyar bo'lishi kerak. Odam o'sha insonni o'rniga o'zini qo'yib ko'rish kerak. Masalan, bitta hamshira ishdan ketayotganda men o'ylayman, u hamshira bitta navbatchiga necha pul oladi? Bir oyda nechta navbatchilikka turadi? U jamlaganda necha pulni tashkil etadi? Bu pul bilan u oilasiga qanaqa yordam keltiradi? O'sha ayolni, hamshirani yoki bir feldsherni yoki vaqtinchalik sog'lig'ini yo'qotgan xodimni o'rniga hamisha o'zimni qo'yib ko'raman. Ularni ko'proq rag'batlantirib, ko'ngillarini ko'targim keladi. Ayol kishi sifatida bu sohada ishlash qiyin emasmi? Qiyin emas. Aytdimki, yuragingizda agar xalq farovonligi, insonni chiroyli hayoti, har bitta muammoga saxovat ko'rsatib, yordam berish yo'rilib turganda, bu narsalar sizga qanot bag'ishlaydi. Sizningcha jamiyatda ayolning o'rni qanday? Bir erkak kishi o'qisa, u o'zi uchun-da. Lekin bitta ayol kishi o'qitilsa, jamiyatga uni o'rni bo'lsa, u butun jamiyatni o'zgartiradi. Chunki ayol kishi o'zini fikri bilan farzandlarini, do'stlarini, o'rtoqlarini oldinga qarab yetaklaydi. Demakki, ayollarimiz bor joyda hamma tomonlama e'tibor bor. Mana ayol rahbarlar bilan gaplashaman. Ular hammasi ulgurishadi. Uy bekalik ishlari ham, qarindosh urug'lar bilan xabar olish ishlari ham, hamma tomonni hammasi jamiyatdagi ishni ham joy-joyiga qo'yib ulgurishadi. Shunday ustoz bilan, shunday rahbar bilan ishlayotganimizdan juda ham faxrlanamiz. Dilbar Aliyevna juda ham mas'uliyatli, e'tiborli, har bitta ishimizga e'tibor bilan, mehr bilan, chiroyli tushuntirib bizani qo'llab-quvvatlaydilar. Dilbar Aliyevnadan hali juda ko'p narsalarni o'rganamiz. Har bir kasb sharaf, har bir fidoyi inson jamiyatning poydevori. Dilbar To'xtayeva ham ana shunday g'oyani amalda isbotlamoqda. Zero shunday insonlar orqali kasbning sharafi va qadri namoyon bo'ladi. Mehnat faoliyati bilan oilaviy hayotni qanday uyg'unlashtirasiz? Ikkita qizim bor, 3 ta o'g'lim bor. Qizlarim ham, o'zim ham dekret ta'tilda o'tirmagan ayollar biz. Hamisha xalq xizmatda bo'lganmiz. Hozir qizlarim ham, mana kichkina qizim ham, farzandi kichkina bo'lsa ham, u ham o'z faoliyatini to'xtatgani yo'q. O'sha xususiy oilaviy klinikalarimizda faoliyatini davom ettiradi. Uyda o'tirgan uy-beka bo'lganda bemalol amalga oshirsa uy ishlari. Ishga chiqqaningizda ishim bor-ku deysizda. Masalan, ish vaqtigacha uy ishlaringizni o'z vaqtida ulgurib qo'yasiz. Shunday payt bo'lgan, masalan, ertalabda o'zida ham nonushta, ham tushlik, ham kechki ovqatni taxlab, joy-joyiga qo'yib, istagan imkon topadi, istamagan bahona topadi. Shu soat 4dami, soat 5dami turib, shunday paytlar bo'lgan, soat 4da nonni qilganmiz ishga ketguncha. Soat 6da nonni yopganmiz.
soat 8da hammadan oldin ishga borib o'tirganmiz. Shunday paytlar bo'lgan, shu palon vaqtga keling degan odamiz o'sha uyda o'tirib ham o'sha 8gacha yetib kela olmasligi mumkin. Sizni ilhomlantiradigan yoki motivatsiya beradigan inson bormi yoki shoirmi? Men xonamga kirib kelganimdan muhtaram prezidentimizning kitoblari turadi stolimda. O'shadagi shijoat meni ilhomlantiradi. Bugun bu davlatdalar, bugun bu davlatdalar, bugun shuncha o'ylov bilan odam bitta oilangizni ba'zi payt nimadir esidan chiqadi. Lekin prezidentimizni hech narsa nazarlardan chetda qolmaydi-da. Kasaba uyushmalari kelajagini qanday tasavvur qilasiz? Kasaba uyushmalari kelajagini juda ham chiroyli, bundanda hali taraqqiy etgan bo'ladi. Chunki biz kelgan paytimizga nisbatan yildan yilga kasaba uyushmalariga bo'lgan ishonch oshib bormoqda. Kasaba uyushmalarining afzalliklarini, ular tomonidan qo'yilgan imtiyozlarni aytganimizda xodimlar meni ham kasaba uyushmasiga a'zo qiling degan iltimoslar bilan chiqishlari bor. Nimaga deganingizda, kasaba uyushmasi uchun yaratilgan mana bu kasaba uyushmalari yangi qonunlardagi o'zgartirish va qo'shimchalar yoki deylik mehnat qonunchiligiga kiritilgan nimalar yoki tinmasdan xodimlarimiz bilan o'sha olib borilayotgan targ'ibot ishlari yuzasidanmi kasaba uyushmasiga bo'lgan ishonch men o'ylaymanki oshdi. Men o'zimni mana kuzatuvimda. Masalan, biz oldin kasaba uyushma a'zosiga olish har doim davom etadi. Ularni ijtimoiy men har doim aytaman, kasaba uyushmasiga ulardan tushadigan a'zolik badal uchun emas. Ularni ijtimoiy himoya qilish uchun olish kerak. Nima uchun? Kasaba uyushma keng kamroqli. U xodimni yonida turib, jamoat shartnomasini mana shunday ko'ksiga qo'yib, qalqon qilib xodimlarni himoya qiladigan tashkilotda. Ularni boshini silaydigan tashkilot. Shuning uchunmi kasaba uyushmani men kelajagini juda chiroyli, juda katta ishonchli yutuqlar bilan ko'z oldimga keltiraman. Bo'sh vaqtingizni qanday o'tkazishni yoqtirasiz? Bo'sh vaqtim deyarli yo'q. Sevgan kasbim tibbiyot bo'lsa, xuddi o'sha darajada ikkalasi menga xuddi bitta olma ikki bo'lagida, ikkinchi yo'nalish kasaba uyushmalari sog'liqni saqlash bo'lsa, meni ish faoliyatim ertalab 6dan boshlasam, borib shu bemorlarimni ko'raman. Undan beri aytdim, kelib kasaba uyushmasini nima qilaman. Lekin bo'sh vaqtimda imkon qadar kitob mutolaa qilishni yaxshi ko'raman. Ham o'qib olishni yaxshi ko'raman. Yoshlarimizga ko'proq o'sha o'zimizni, vatanimizni islohotlarini qay darajada bo'lsin yoki ba'zi payt shunda juda jahl bilan kelgan odamlarga ham mana shu davlatimizni tinchligiga, farovonligiga hech qanday teng yo'q. Mana shu narsa uchun, tinchlik uchun, farovonlik uchun, islohotlar ijrosi uchun har birimiz o'zimizni oldimizga maslahat qilishimiz va shunga qarab harakat qilishimiz kerak. Sizningcha yaxshi rahbar qanday bo'lishi kerak? Yaxshi rahbar har bitta xodimga individual yondashish kerak deb o'ylayman. Yosh shogirdlarim bor, ba'zi paytda jahl qilishadi. Mendan ham o'sha paytda shunday reaksiya qilsam bo'lishi mumkindir. Jahl qilib yoki men juda qattiq qo'lman deb yoki nega menga deb. Menga nisbatan unaqa holatlar bo'lmagan, lekin menga nisbatan sal tushunmovchilik holat bo'lganda ham men buni bu yerda men emas, bu yerda kasaba uyushmalari viloyat kengashi turibdi. Bugun men, ertaga boshqa odam. Chiroyli tushuntirib berib va uni o'zi uchun ham kelajakda yaxshi xodim bo'lish uchun mana shu davlatimizni rivojiga hissa qo'shish uchun mana shunday holatlar bo'lishini imkon doirasida tushuntirib beraman. Rahbarlik salohiyatida individuallikni ustun ko'raman. Bir xodimimizga qattiqroq tergab, kunda talab qilishingizga to'g'ri keladi uni. Qildingmi? Qani ijro berasiz, nazorat. Qildingmi? Qani olib kel ko'rsat. Yoki uzoqroq masofada bo'lsa, bajardinglarmi? Qani tashlab bering. Va o'sha kamchilik bersa, o'shanga keyin ozroq vaqtdan keyin o'zi muntazam o'rniga tushib ketadi bu narsa. Xodimlar bilan individual muloqot va talab. Ijroni nazorat qilib, talabchanlik bu nima har bitta arifmetik xatosidan topib ijroni me'yoriga yetkazib bajarishigacha. Ishda eng ko'p ishlatadigan 3 ta so'zingiz. Bu yaxshi emas. Buni chuqur o'ylab tahlil qilish kerak. Nega shuni vaqtida bajarmadingiz?
Qaysi fazilat insonni haqiqiy jamoa yetakchisi qiladi? Mehr. Agar kasbingizni bir so'z bilan ta'riflasangiz, u qanday so'z bo'ladi? Kasbim sharafli. Bugungi yoshlarga bir jumla bilan maslahatingiz? O'qish kerak, o'rganish kerak, o'z ustida tinmay ishlash kerak. Agar dam olish uchun bir kunlik to'liq vaqt berilsa, ish haqida o'ylamay olasizmi? Yo'q, ish hamisha xayolimda. Men uchun kunimning bir kuni ham, fikrlarimning ham bir daqiqasi ham faqat ish. Men yaqinda zinadan tushib kelyapman, qizim. Ayjon nima qilyapsiz dedi, shanba kuni ishdaman deyapman-da. Keyin shu paytda nimadir o'yladim. Men ishsiz yasholarmidim deyapman-da. Yo'q, bu ish bu men hayotimning eng katta bo'lagi. Kasaba uyushmasi faollari ham ba'zan dam olish ta'tiliga muhtoj bo'ladimi? Albatta, chunki biz dam olish ta'tillarini nazorat qilamiz. Haftasiga bir kun, bir yilda bir oy o'sha ta'til bo'lishi kerak. Chunki tinimsiz ishlash bu surunkali charchoq sindromiga olib keladi. Surunkali charchoq sindromi esa shu xodimning ish ko'rsatkichiga juda katta ta'sir qiladi. U chala bajarishi mumkin, butunlay unutib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ham albatta yaxshidan mehnatga hamdam. Mehnat faoliyatingiz davomida odamlarning eng qiziq muammosi yoki iltimosi qaysi bo'lgan? Aytib bersam ishonmaysiz. 2024-yil 31-dekabrda men shu xonada o'tirganman. Mobil telefonim jiringladi. Chiqib ketishim kerak. 1 soat oldin ish tugashi kerak. Lekin men hali o'tirgan edim. Ishlarimni qarang 24 hali tugata olmadim deb maqtab turganimda baqirgan ovoz tushunmay turibman, adashib tushildi-yo degan fikr bilan. Shunaqa menga kasaba nima qildi? Meni kasabadan u dedi. Meni kasabadan olinglar. Xo'p dedim. Aytdim, bu talabliga erta olib ham shunaqa gapga qolaman shekilli deb. Kasaba uyushmani imtiyozlari bo'yicha sekin endi siz meni eshita olsangiz ikki og'iz gapim bor dedim. Siz kasaba uyushmadan mayli bitta arizangiz bilan chiqib ketishingiz mumkin, lekin mana bunday kasaba uyushmalari imtiyozlari opajon dedi haligi ovoz. Sizdan iltimos meni kasaba uyushmada qoldiring. Men o'shanda o'zimni kasabaga o'tgan umrimdan xursand bo'ldim. Chunki bilasiz, juda yonib turgan odamni taxminan 10 minut yoki 7 yoki 15 minutdir o'sha daqiqada iltimos meni kasb uyushma a'zoligiga qoldiring deyish bu mehnatning samarasi. Bu sizni o'tkazgan umrlaringizga o'zingizni bergan bahoyingiz bo'ladi. Demakki, siz mana shu yerda shuncha yil umringizni bekorga o'tkazmagansiz. Bekorga siz bu uchun oylik maoshlar olmagan hisoblaysizda. Shu umrim besamar ketmasa, demak men xursand bo'laman. O'sha insonga nimadir to'g'ri yetkazib bera olsam, o'zimni o'sha o'tayotgan umrimdan mana shu faoliyatni egallab turganimdan xursand hisoblayman. Ish jarayonimizda ko'proq to'xtash kelamizki, Dilbar opamizdan maslahat so'raymiz. Dilbar opa, mana shu ishlarni mana shunday bajaryapmiz, tadbir o'tkazyapmiz. Shularni qanday amalga oshirsak deganimizda, Dilbar opamiz bir dilkash, samimiy, dilsizlik bilan, bosiqlik bilan, vazminlik bilan bizga shu javob qaytardilar. Mana shu maslahatlari va har bir o'tkazayotgan tadbirimizni ham mana shu Dilbar opamni jamoatchilik maslahatlari bilan amalga oshiramiz. Tashkilotimizda Dilbar opamiz mana xotin-qizlar kengashining raisi hisoblanadilar va partiya kengashining ham rais hisoblanadi bizning jamiyatimizda. Mana shu uchun Dilbar opamizdan biz har bir sohada, har bir jihatda maslahat qilamizda. U shahar bitta bergan maslahatlarni bir samimiy, dildan, yurakdan shunday beradilarki, bizga shu narsa yetib boradi va biz ishimizda jarayonimizda qo'llagan vaqtimiz mana shu narsa o'z isbotini topyapti. Shuningdek yana bitta saltanatdan endi Dilbar Aliyevna deb biz murojaat qilamiz. Dilbar opa deb murojaat qilgan. Bizga haqiqatan opadek samimiy munosabat bo'ladilar. Sohalar nuqtai nazardan ham, tibbiyot sohasidan ham bolalar kasalligi bo'yicha nimadir maslahat so'rab qolsak, yo nevaralarda bo'ladimi, o'zimizda oila holatda bo'ladimi, o'shanda ham o'zlarining samimiy maslahatlarini ayamaydilar. Dilbar To'xtayeva nafaqat kasaba uyushmalari tizimida samarali mehnat qilib, jamiyat hayotida faol ishtirok etib kelayotgan rahbar, balki oila va farzand tarbiyasida o'rnak sanalgan xotin-qizlardan sanaladi. 5 ta farzandim bor. Hammalari oliy ma'lumotli bo'lishdi. Kelinlarim, kuyovlarim oliy ma'lumotli. Hozir
nabiralarim hammasi mana sport yutuqlari. Endi uni so'z bilan ifoda etib bo'lmaydi. Nabiralarim o'sha yutuqlarni olganda qanot qoqib osmonga uchib ketib qolasizda. Qanaqa o'ziz olganingizda ham bunaqa xursand bo'lmaysiz. Farzandlarim hozir hammasi har xil yo'nalishlarda amal qilyapti. Bitta farzandim o'zim bilan kasb uyushmalarida, tashkiliy bo'limda, bitta farzandim tibbiyotda tugatgan, Toshkent tibbiyot akademiyasini. Qizim hozirgi paytda oilaviy klinikalarimiz bilasiz, xalq xizmatiga qo'yganmiz. Shu klinikalarda u boshqaruvda, Qarshi shahrida 3 ta klinikamiz va Toshkent shahrida 3 ta klinikamiz bor. Shu 3 ta klinikalarni asosiy boshqaruvda o'sha qizim turadi va Qarshidagi filiallarimga ikkinchi qizim qaraydi. Yana keyingi farzandim, u ham tibbiyot yo'nalishiga qo'yganman. Tibbiyot yo'nalishi bo'yicha o'zi qiziqdi. Chunki oilamizga hamma kelardi, ular men qatori ularning dardi bilan birga bo'lgani uchun ko'proq ularning qiziqishi tibbiyotga bo'ldi. Turmush o'rtog'im yuridik yo'nalishda bo'lgani uchun farzandlarim tibbiyot va yuridik yo'nalishiga mehr qo'yishdi. Keyingi farzandim tibbiyot klinikani boshqaradigan bo'lsa, undan keyingi 3-farzandim tibbiyot tugatdilar. Hozirgi paytda viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida vrach nerv patologi davom ettiradi faoliyatini. Undan keyingi farzandim yuridik yo'nalishda o'z faoliyatini davom ettiryapti. U oldin prokuratura sohasida ishladi. O'rtada xo'jayinim yengil insult o'tkazdilar, uyda davolagandan keyin u kishini ishini davom ettirish uchun advokatlik yo'nalishiga o'tdi. Lekin advokatlik yo'nalishi ham insonga foyda keltiradi. Shuning uchun u ham o'zini kasbidan xursand. Bular hammasi o'z yo'nalishi bo'yicha olgan nominatsiyalar bor, yutuqlari bor. Nabiralarimni ham o'z yo'nalishida, sport yo'nalishlarida, bitta nabiram futbol yo'nalishida, bitta nabiram karate yo'nalishida. Mana shu karate yo'nalishidagi nabiram bittada shu yutuq olib kelaveradi-da, u tug'ma talant. Ularning yutuqlari bilan faxrlanaman. Bularning yutuqlari menga qanot bag'ishlaydi. Yurtdoshlarimizga til tomoshabinlarga tilaklaringiz. Tilaklarim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Muhtaram prezidentimiz boshimizga sog' bo'lsinlar. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omonligida ko'p yillar mana shunaqa yana ham chiroyli yutuqlar erishish hammamizga nasib ro'z aylasin. Farzandi, uy-joyi, yurtini hammasini rohatda ko'rsin. Hayotlarida hech qachon yomon kun bo'lmasin. Ular nafaqat bizga ona, balki ustoz sifatida o'zlarining o'gitlarini har doim berib, bizning ishimizda ham yordamchi bo'lib keladilar. Har doim shu prezidentimizning o'gitlariga amal qilib, ularning chiqargan qonun-qoidalari bilan yurishimizni eslatib turadilar. Bugungi kunga kelishimizga avvalambor shu ota-onamizning xizmatlari juda ham beqiyos. Biz ham ularning izidan borib, shunaqa yetuk kadr bo'lishga harakat qilamiz. Ona biz uchun haqiqatdan ustoz, chunki har safar aytadilar-da, men sizlarni nima uchun uyda o'tiradigan qilib tarbiyalamadim deydilar. Biz ulardan qiyos olganmiz-da, biz ham shunaqa o'tira olmaydigan onamdek insonmiz va ulardek bo'lishdan faxrlanamiz, ularning farzandligimizdan faxrlanamiz. Ular qatori O'zbekistonga xizmat qilishimizdan charchamaymiz, har doim shu xalq xizmatida bo'lamiz. Onajonimni shu kuch-g'ayratlari bizga motivatsiya beradi. Biz ularga qarab qiyos olib, har doim harakat qilishdan charchamaymiz. So'nggi so'z o'rnida aytish mumkinki, bugungi lavhamiz qahramoni ham faolligi, fidoyiligi, o'z kasbiga sadoqati va tashabbuskorligi bilan kasbim faxrim degan iboraning mazmun mohiyatini yana bir bor isbotlab berdi. Bugun ko'rsatuvimiz orqali yana bir bor shunga amin bo'ldikki, har bir kasb ortida fidoyi insonlar mehnati, katta mas'uliyat va jamoaga mehr mujassam. Keyingi ko'rsatuvlarda ham yana yangi qahramonlar, yangi taqdirlar haqida albatta hikoya qilamiz.